Kistalar aniqlansa, qaysi shifokorga ko'rinish kerak? Parazitlar bilan bog'liq bo'lgan kistami? Bu buyraklarda juda ham ko'plab kistalar bo'lishiga sabab bo'ladi. 3-turdagi kistalar bor. Bunday kistalar rak o'sma emasmi degan qo'rquv, xavotir juda ham ko'pchilikda bosh miyada subarachnoidal kistalar buyrak kasalliklariga olib kelishi mumkin va juda ham ko'pchilik bu kistalardan qo'rqadi. Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan tananing turli sohalarida uchraydigan kistalar, ya'ni puvakchalar haqida gaplashamiz. Juda ham ko'pchilikda tekshiruvlardan o'tganda, aytaylik, MRT tekshiruvlaridan o'tganda, rentgen tekshiruvlaridan o'tganda yoki UZI tekshiruvlaridan o'tganda tanasining turli xil sohalarda har xil kistalar aniqlanib qolishi mumkin. Aytaylik, bosh miyada subarachnoidal kistalar, bosh miyaning oddiy kistalari yoki buyraklarda kistalar, jigarda kistalar, ayrim holatlarda oshqozon osti bezida kistalar aniqlanib qoladi va juda ham ko'pchilik bu kistalardan qo'rqadi va bu kistalar xavflimi, hayotimga xavf soladimi, bu kistalar rak o'sma emasmi degan qo'rquv, xavotir bilan shifokorlar ko'rigiga boradi yoki tekshiruvlardan o'tadi yoki umrini faqat shuni o'ylash bilan o'tkazadi. Ayrim insonlar bosh miyasida subarachnoidal kista aniqlangandan keyin butun umr o'sha narsani kuzatib, tekshirib, o'smayaptimi, xavotir olib yurishadi. Aslida olganda tananing turli sohalarda kistalarning uchrashi bu tabiiy holat. Bu kistalar bir necha xil guruhlarga bo'linishi mumkin. Ya'ni kistalarda shunday turlari borki, bular bizga, ya'ni insonga ona qornida rivojlangan paytdan saqlanib qolgan bo'ladi. Ya'ni ona qornida rivojlanayotgan paytda turli xildagi hosil bo'lgan turli xildagi bosqichda hosil bo'ladigan kistalar ayrim insonlarda o'sha tug'ilguncha yo'qolmaydi va tug'ilgandan keyin ham tanasida qolib ketadi. Bu kistalar o'sha tug'ma kistalar hisoblanadi. Bular odatda xavfsiz bo'ladi. Yoki ikkinchi holatda tananing turli sohalarida shamollashlardan keyin, shamollash kuzatilgandan keyin kistalar paydo bo'ladi. Va bunday kistalar ham xavfsiz hisoblanadi. Shamollash bartaraf etgandan keyin ayrim holatda bular butunlay yo'qolib qoladi yoki ma'lum bir muddat saqlanib qolishi mumkin. Bunday kistalar ham odatda xavfsiz hisoblanadi. 3-turdagi kistalar bor. Bunday kistalar turli xildagi boshqa o'simtalarning boshlang'ich davri, boshlang'ich etapi hisoblanadi. Ayrim holatlarda shunaqa holatlar ham kuzatiladiki, ya'ni polikistoz kasalligi, masalan, buyrak polikistoz kasalligi bo'ladi. Bu buyraklarda juda ham ko'plab kistalar bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu o'sha qon bosimini ko'tarilishiga yoki turli xildagi o'sha buyrak kasalliklariga olib kelishi mumkin. Lekin odatda bir nechta uchraydigan yoki bir dona uchraydigan buyrakning oddiy kistalari bular xavfsiz kista hisoblanadi. Tananing u yoki bu joyda kistalar paydo bo'lsa, bu kistalarni albatta shifokorga ko'rsatib, uni turini, ya'ni oddiy kistami yoki aytaylik mana exinokok kistasiga o'xshagan parazitlar bilan bog'liq bo'lgan kistami yoki tug'ma kistami yoki ma'lum bir boshqa o'simtani boshlang'ich davrimi, shunaqa xulosalarni olish uchun shifokor ko'rigidan o'tish kerak va agar kistalar oddiy bo'ladigan bo'lsa, tug'ma kistalar bo'ladigan bo'lsa, shamollashdan keyin paydo bo'lgan kistalar bo'lsa, bunday kistalardan xavotir olmaslik mumkin. Ya'ni bu kistalar inson hayoti uchun hech qanday xavf tug'dirmaydi. Kistalar aniqlansa, qaysi shifokorga ko'rinish kerak? Agarda kistalar buyrak sohasida kuzatiladigan bo'lsa, bilib turganingizdek, nefrolog shifokorga ko'rinish kerak bo'ladi. Agarda kistalar bosh miya sohalarida bo'lsa, unda nevropatolog shifokorga, jigarda bo'lsa, terapevt yoki gepatolog shifokorga, ya'ni har bir a'zoni o'zini mutaxassisiga ko'rinish kerak bo'ladi. O'shanda mutaxassis bu kistalarni ko'rib, xavfsiz kista ekan, buni hech qanaqa davolashni keragi yo'q, buni sababi manman bo'lishi mumkin degan xulosani beradi yoki bu kistani mana bunday tekshiruvlar o'tkazish kerak va keyin mana bunaqa davo choralarini ko'rish kerak deb o'zini tavsiyalarini beradi. Agarda sizda yoki yaqinlaringizda shunday holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, bizni Hilol Med Center klinikamizda turli xil yo'nalishdagi mutaxassislar bor. O'zingizga mos bo'lgan yo'nalishdagi shifokorga murojaat qilishingiz mumkin. Konsultatsiyaga yozilish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki pastdagi linklar orqali ro'yxatdan o'ting.